Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, nafaqa oluvchilar va ularning farzandlari. Bugun men sizlarga pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim va tezkor xabarni tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, har oy pensiya pulini karta orqali yoki naqd shaklda oladigan insonlarga, shuningdek nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiya olayotgan fuqarolarga bevosita taalluqli. E'tibor bering. Bu mavzuda beparvolik qilish, pul kechikishi, noto'g'ri hisob-kitob, ortiqcha ushlab qolish yoki hujjat sababli to'lov to'xtab qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun men sizdan iltimos qilaman. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va bu xabarni oilangizdagi pensionerlar, qo'shnilaringiz, mahalladagi yoshi ulug' insonlarga yetkazishga yordam bering. Chunki ko'p hollarda odamlar muammo yuzaga kelgandan keyingina pensiya jamg'armasiga boradi. Lekin ayrim masalalarni oldindan tekshirib qo'yish orqali katta tashvishning oldini olish mumkin. Avvallari pensiya masalasida ko'pchilik odatdagi tartibga o'rganib qolgan edi. Har oy ma'lum sanada pul tushadi. Pochta orqali yoki bank kartasi orqali olinadi. Biror o'zgarish bo'lsa mahalla bank yoki pensiya bo'limidan eshitiladi. Lekin hozir tizim bosqichma-bosqich raqamlashtirilmoqda. Ma'lumotlar turli davlat idoralari bazalari bilan solishtirilmoqda. Fuqaroning yashash manzili, pasport yoki ID karta ma'lumotlari, bank kartasi holati, ish staji, nogironlik hujjati, tiriklik holati, chet elga chiqish ma'lumotlari, vasiylik va ishonchnoma kabi holatlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, endi pensiya tayinlangandan keyin ham ayrim ma'lumotlar doimiy tekshiruvda bo'ladi. Agar hujjatda nomuvofiqlik chiqsa, karta muddati tugasa, bank hisob raqami yopilgan bo'lsa, nogironlik muddati qayta tasdiqlanmagan bo'lsa yoki fuqaroning ma'lumotlari elektron bazada noto'g'ri ko'rinsa, to'lov vaqtincha kechikishi mumkin. Men bu yerda sizni qo'rqitmoqchi emasman. Aksincha, qanday holatlarda ehtiyot bo'lish kerakligini aniq tushuntirib, pulingiz o'z vaqtida kelishi uchun nima qilish kerakligini aytmoqchiman. Oldin ko'p masala qog'oz hujjat, ariza va mahalliy bo'limdagi ma'lumot asosida yuritilgan. Hozir esa bank, soliq, adliya, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, FHDGO va boshqa bazalardagi ma'lumotlar bir-biriga bog'lanmoqda. Bu yaxshi tomoni bilan ham muhim, ortiqcha sarsonlik kamayadi. Ayrim ma'lumotlarni fuqaro qayta olib borishi shart bo'lmaydi. Pensionerning huquqi elektron tarzda himoya qilinadi. Lekin yomon tomoni shundaki, bitta kichik xato ham tizimda katta muammo bo'lib ko'rinishi mumkin. Masalan, pasportdagi ism bir joyda Gulchehra boshqa bazada Gulchehra deb yozilgan bo'lsa, tug'ilgan sana bir hujjatda bir kun farq qilsa, eski familiya yangilanmagan bo'lsa, pensiya hisobida tekshiruv cho'zilishi mumkin. Birinchi navbatda har bir pensioner o'zining pensiya turi, pensiya miqdori, bank kartasi va hujjatlari holatini bilib yurishi kerak. Pul tushyapti-ku, demak hammasi joyida deb o'ylash har doim ham to'g'ri emas. Chunki muammo ko'pincha birdaniga paydo bo'ladi. Masalan, karta muddati iyun oyida tugagan, pensioner buni sezmagan. Iyul oyida pensiya hisoblangan, lekin karta faol bo'lmagani uchun puldan foydalanish qiyinlashgan. Yoki bank yangi karta chiqarishni talab qilgan, pensioner esa xabarni tushunmagan. Natijada odam bankka, pensiya bo'limiga mahalla qatnab yuradi. Men ko'p uchratadigan birinchi vaziyat. Pensionerning plastik kartasi muddati tugaydi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 68 yoshli otaxon har oy 1 million darvon 20 million so'm pensiya oladi. Uning kartasi muddati 2025 yilning may oyida tugagan. Otaxon kartaning oldidagi raqamlar orasida muddat borligini bilmagan. Iyun oyida pul hisoblangan, lekin karta bilan do'konda to'lov qilmoqchi bo'lganda terminal rad etgan. Bankka borganda yangi karta chiqarish kerakligi aytilgan. Bu yerda pensiya jamg'armasi pulini bekor qilgani yo'q. Lekin bank kartasi masalasi sabab pensioner puldan vaqtida foydalana olmagan. Shuning uchun har bir kishi kartasining amal qilish muddatini oldindan tekshirishi kerak. Ikkinchi vaziyat, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasida muddat masalasi. Ba'zi nogironlik guruhlari doimiy bo'ladi. Ba'zilari esa ma'lum muddatga belgilanadi. Agar tibbiy ijtimoiy ekspertiza muddati tugagan bo'lsa va fuqaro qayta ko'rikdan o'tmasa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan ayolga hujjat 1 yilga berilgan. U muddat tugashiga 1 oy qolganda tayyorgarlik ko'rmagan, poliklinikadan yo'llanma olmagan, shifokor hujjatlarini yig'magan.
Natijada keyingi oy nafaqa kechikkan. Keyin hujjatlar tiklangach, masala qayta ko'rib chiqiladi. Lekin bu o'rada oilaning kundalik xarajatlari, dori-darmon, kommunal to'lovlar bo'yicha muammo paydo bo'ladi. Demak, nogironlik hujjatining muddati pensionerning shaxsiy nazoratida bo'lishi shart. Uchinchi vaziyat, ish staji yoki ish haqi ma'lumotlaridagi aniqlashtirish. Ba'zi pensionerlar pensiya tayinlangandan keyin eski ish joyidan qo'shimcha hujjat topadi. Masalan, odam 1995 yildan 1992 yilgacha zavodda ishlagan, lekin arxiv hujjati vaqtida topilmagani uchun staj to'liq kiritilmagan. Keyin arxivdan ma'lumotnoma topiladi. Bunday holatda pensioner pensiyasini qayta hisoblash masalasi ko'tarishi mumkin. Lekin hujjat aniq, rasmiy, muhr va rekvizitlarga ega bo'lishi kerak. Men ishlaganman, hamma biladi degan gap yetarli emas. Pensiya jamg'armasi hisob-kitobni hujjat asosida qiladi. 4-vaziyat, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan oilalar. Bu turdagi to'lovda farzandning yoshi, o'qishi, ta'lim muassasasidagi holati muhim bo'lishi mumkin. Masalan, Yubentdagi yoshdan oshgan farzand kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, tegishli tartibda hujjat talab qilinishi mumkin. Agar o'qishdan chetlatilgan bo'lsa, akademik ta'tilga chiqqan bo'lsa yoki ta'lim shakli o'zgargan bo'lsa, bu to'lovga ta'sir qilishi ehtimoli bor. Shuning uchun bunday oilalar har o'quv yili boshida o'qish joyidan ma'lumotlarni aniqlashtirib turishi kerak. Men alohida ta'kidlayman, hamma pensioner vahimaga tushishi kerak emas. Agar sizning hujjatlaringiz joyida bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lsa, pensiyangiz har oy o'z vaqtida tushayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz va telefon raqamingiz yangilangan bo'lsa, siz faqat profilaktik tekshiruv qilib qo'ysangiz yetarli. Lekin ayrim toifadagi fuqarolar ko'proq e'tiborli bo'lishi kerak. Birinchi toifa. Yaqinda pasportini ID kartaga almashtirganlar. Hujjat almashganda ayrim tizimlarda yangilanish kechikishi mumkin. Agar pensiya bank kartasiga ulangan bo'lsa, bankdagi shaxsiy ma'lumotlar ham yangi hujjatga mos bo'lishi kerak. Masalan, eski pasport seriyasi bilan ochilgan bank hisobi bor. Fuqaro ID karta olgan, lekin bankka borib ma'lumotni yangilamagan. Bunday holatda ayrim bank amaliyotlarida cheklov paydo bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa, yashash manzilini o'zgartirganlar. Pensioner boshqa tuman yoki viloyatga ko'chgan bo'lsa, ro'yxatdan o'tish ma'lumotlari pensiya ishi va xizmat ko'rsatish hududi bo'yicha aniqlashtirish zarur bo'lishi mumkin. Ayniqsa, doimiy yashash joyi bilan amaldagi yashash joyi farq qilsa, xabarlar eski manzilga ketishi, chaqiruv yoki bildirishnoma vaqtida yetib bormasligi mumkin. Uchinchi toifa, ishonchnoma orqali pensiya olayotganlar. Ba'zi pensionerlar yoshi, sog'lig'i yoki chet elda bo'lgani sababli pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Ishonchnomaning muddati notarial rasmiylashtirilishi va bankdagi talablar to'g'ri bo'lishi kerak. Ishonchnoma tugagan bo'lsa, bank pul berishni rad etishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasi pulni bermayapti degani emas, huquqiy vakillik hujjati muddati tugagan degani. 4-toifa. Chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bunday holatlarda tartiblar nozik bo'lishi mumkin. Fuqaro qaysi davlatga ketgani, O'zbekistondagi ro'yxati bank kartasidan foydalanish. Tiriklikni tasdiqlash masalalari yuzaga kelishi ehtimoli bor. Men bunday fuqarolarga yaqinlari orqali emas, rasmiy manbalar orqali aniq ma'lumot olishni maslahat beraman. Chunki bir odamning holati boshqasiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Agar siz yoshga doir pensiyani olayotgan bo'lsangiz, hujjatingiz amalda bo'lsa, bank kartangiz muddati tugamagan bo'lsa, har oy SMS xabar kelayotgan bo'lsa yoki bank ilovasida pul tushgani ko'rinayotgan bo'lsa, sizda hozircha jiddiy xavotirga asos yo'q. Lekin baribir bir marta tekshirib qo'yish foydali. Chunki men amaliyotda shuni ko'raman. Muammo bo'lmagan paytda tekshirgan odam bir kunda masalani hal qiladi. Muammo chiqqandan keyin tekshirgan odam esa bir necha joyga qatnaydi. Masalan, pensiya har oy 1.900.000 so'm oladi. U bank kartasining muddatini tekshiradi. 2027 yilgacha amal qilishini ko'radi. Telefon raqami o'z nomida SMS xabarnoma ishlab turibdi. Pasport ma'lumotlari bankda yangilangan. Bunday odamga faqat pensiya miqdori o'zgarganda yoki qonunchilikda indeksatsiya bo'lganda hisob-kitobni kuzatish kifoya. Agar pensiya oshirilgan oyda avvalgi miqdor tushsa, shunda bankdan ko'chirma olib pensiya jamg'armasiga murojaat qilish mumkin. Endi eng muhim joyga kelamiz. Hamma kechikish ham pensiya to'xtatildi degani emas. Ko'p odamlar bir kun pul kechiksa darrov pensiyam kesilibdi deb xavotirga tushadi.
aslida kechikishning sababi bank texnik ishlari, bayram yoki dam olish kunlari, hisob kitob jadvali, karta holati, filiallararo o'tkazma hujjat tekshiruv bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi qadamda vahima emas, tekshiruv kerak. Birinchi nozik jihat, pensiya miqdori bilan qo'lga tegadigan pul bir xil ko'rinmasligi mumkin. Agar pensioner kredit olgan bo'lsa, aliment, ijro hujjati, qarzdorlik yoki boshqa qonuniy ushlab qolish bo'lsa, karta hisobiga tushgan pul kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 2200 ming so'm, lekin bank kartasiga 1 706 ming so'm tushdi. Bu holatda odam pensiya jamg'armasi kamaytiribdi deb o'ylaydi. Lekin aslida 40 ming so'm ijro hujjati yoki kredit bo'yicha ushlangan bo'lishi mumkin. Buni aniqlash uchun bankdan hisob varaq ko'chirmasi, ushlab qolish asosi haqida ma'lumot olish kerak. Ikkinchi nozik jihat. Pensiya oshishi hammada bir xil summa bo'lib ko'rinmaydi. Ayrim pensionerlar qo'shnimniki 1 ming so'mga oshdi, meniki 1 ming so'mga oshdi deb norozilik bildiradi. Pensiya miqdori ish staji, o'rtacha ish haqi, pensiya turi. Ustamalar oldingi hisob kitob va qonunchilikdagi aniq koeffitsiyentlarga bog'liq. Shuning uchun har bir fuqaroning hisob kitobi individual bo'ladi. Qo'shnining pensiyasi bilan o'zingiznikini faqat umumiy solishtirish mumkin, lekin adolatli xulosa chiqarish uchun shaxsiy pensiya ishi ko'rilishi kerak. Uchinchi nozik jihat. Ortiqcha to'langan pensiya keyin qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Masalan, fuqaro ma'lum bir holat o'zgarganini vaqtida xabar qilmagan, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan farzand o'qishni to'xtatgan, lekin to'lov davom etgan. Keyin tekshiruvda bu aniqlansa, ortiqcha to'langan summa qaytarilishi masalasi ko'tarilishi mumkin. Shuning uchun tushib turibdi, demak olaveraman degan yondashuv xavfli. Agar to'lovga ta'sir qiladigan holat o'zgarsa, buni rasmiy ravishda bildirish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Firibgarlardan ehtiyot bo'lish zarur. Hozir pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiya jamg'armasidanmiz, pensiyangiz oshadi, karta raqamingizni ayting, SMS kodni ayting deydiganlar uchraydi. Men qat'iy aytaman. Hech qachon SMS kodni, bank kartasi parolini, ilova kodini, kartaning orqa tomondagi raqamlarni hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramasligi kerak. Agar kimdir telefon orqali kod so'rasa, bu juda katta xavf belgisi. Bunday holatda darhol qo'ng'iroqni to'xtating. Bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-nozik jihat. Pul chiqarib beramiz, pensiyani oshirib beramiz, staj qo'shib beramiz degan vositachilarga ishonmang. Pensiya hisob kitobi rasmiy hujjatlar asosida amalga oshiriladi. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi hujjat bo'lsa, uni o'zingiz pensiya jamg'armasiga topshirishingiz mumkin. Buning uchun albatta norasmiy odamga pul berish shart emas. Aksincha, bunday yo'l sizni firibgarlik qurboniga aylantirishi mumkin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning amal qilish muddatiga qarang. Agar muddat yaqinlashgan bo'lsa, bankka oldindan boring. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta oling. Agar yurishga qiynalsangiz, bankning ishonch telefoni orqali tartibni so'rang. Ayrim banklarda yangi karta oldindan buyurtma qilinadi. Ayrimlarda filialga borish talab etiladi. Ikkinchi qadam, telefon raqamingizni yangilang. Pensiya, bank va davlat xizmatlari bilan bog'liq xabarlar ko'pincha telefon raqamiga keladi. Agar karta farzandingiz telefoniga ulangan bo'lsa, siz xabarni vaqtida bilmasligingiz mumkin. Eng yaxshisi, pensionerning o'zi ishlatadigan telefon raqami bankda to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsin. Agar raqam almashtirilgan bo'lsa, bankka borib yangilang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga soling. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya bo'yicha ma'lumot, bank kartasi, mehnat daftarchasi nusxasi, arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, o'qish joyidan ma'lumotnoma, ishonchnoma kabi hujjatlarni aloda papkada saqlang. Men odamlarga har doim shuni maslahat beraman. Hujjatni muammo chiqqanda qidirmay oldindan tartiblab qo'ying. Chunki bir varaq hujjat topilmagani uchun odamlar haftalab sarson bo'lishi mumkin. To'rtinchi qadam, pensiya miqdorini kuzating. Har oy qancha pul tushayotganini yozib boring. Oddiy daftar tuting. Oy nomi tushgan sana, tushgan summa. Masalan, yanvar 1 million so'm, fevral 1 million so'm, mart 1 million so'm, aprel 1 million so'm. Agar bir oyda summa keskin kamayib ketsa, darhol sababini aniqlaysiz. Bu usul ayniqsa keksalar uchun juda qulay.
Chunki bank ilovasini hamma ham ishlata olmaydi. 5-qadam, agar pensiya tushmasa, avval bankdan boshlang. Bank kartasi faolmi, hisob raqamga pul kelganmi, ushlab qolish bormi, texnik cheklov bormi, shuni aniqlang. Bankdan og'zaki gap emas. Kerak bo'lsa hisob varaq ko'chirmasi oling. Agar bank pensiya jamg'armasidan mablag' kelmagan desa, keyin hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. 6-qadam. Pensiya jamg'armasiga murojaat qilganda aniq yozing. Arizada pensiyani tekshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra masalani aniq ko'rsatish kerak. Masalan, 2025 yil iyun oyi uchun pensiya to'lovim bank kartamga tushmagan. Sababini aniqlab, to'lov holati bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar pensiya miqdori kamaygan bo'lsa, may oyida 220 ming so'm, iyun oyida 20.680 ming so'm tushgan. Kamayish sababi va ushlab qolish asosi bo'yicha ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Aniq ariza aniq javob olishga yordam beradi. 7-qadam. Qo'shimcha staj yoki qayta hisoblash bo'yicha hujjat topshirayotgan bo'lsangiz, nusxasini saqlang. Hujjatni kim qabul qilgani, qachon qabul qilgani, kirim raqami bor yo'qligini bilib oling. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini yozib qo'ying. Bu keyin javobni kuzatishda kerak bo'ladi. 8-qadam. Nogironlik muddati bo'lsa, taqvimga belgilab qo'ying. Muddat tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinika, tibbiy hujjatlar, tahlillar, yo'llanma manasasini boshlang. Oxirgi haftada ulgurar ekanman demang. Shifokor qabuliga navbat, hujjat tayyorlash, komissiya sanasi kechikishi mumkin. Ayniqsa dori-darmon va parvarishga muhtoj insonlar uchun 1 oy to'lov kechikishi ham og'ir bo'ladi. 9-qadam. Rasmiy manbalarga tayaning. Ijtimoiy tarmoqlarda hammaning pensiyasi to'xtaydi. Falon sanadan pul berilmaydi. Tezda hujjat topshirmasangiz pensiya kuyadi degan gaplar tarqaladi. Bunday xabarni ko'rsangiz darhol ishonmang. Hududiy pensiya jamg'armasi, bankning rasmiy kanallari, davlat xizmatlari portali yoki ishonch telefonlari orqali tekshiring. Chunki yolg'on xabarlar ko'pincha pensionerlarni qo'rqitib, firibgarlikka yo'l ochadi. 10-qadam. Oiladagi yoshlar pensionerlarga yordam bersin. Men buni alohida aytmoqchiman. Ko'p keksalar telefon ilovasi, SMS, bank kartasi, elektron murojaat kabi narsalarda qiynaladi. Farzandlar va nevaralar oyga bir marta ota-onasining kartasi, SMS xabari, hujjat muddati, dori xarajatlari va pensiya tushumini tekshirib qo'ysa, juda ko'p muammo oldi olinadi. Bu aralashish emas, bu oilaviy mas'uliyat. Tasavvur qiling, 72 yoshli onaxon har oy 1.300.000 so'm pensiya oladi. U bir oyda 900.000 so'm tushganini ko'radi. Avvaliga pensiyamni kamaytirishibdi deb o'ylaydi. Lekin bank ko'chirmasini olganda eski kredit bo'yicha avtomatik ushlab qolish bo'lganini biladi. Demak, muammo pensiya jamg'armasida emas, bank majburiyatida ekan. Agar u ko'chirma olmaganida noto'g'ri joyga borib vaqt yo'qotgan bo'lardi. Yana bir misol, 64 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqqanda 25 yil staj bilan hisoblangan. Keyin eski tashkilot arxividan yana 6 yillik ish stajini tasdiqlovchi hujjat topildi. U hujjatni to'g'ri tartibda topshirdi. Natijada pensiya qayta ko'rib chiqilishi mumkin bo'ldi. Bu yerda muhim narsa shuki, hujjat haqiqiy bo'lishi, unda ish davri, lavozim, tashkilot nomi, arxiv rekvizitlari aniq ko'rsatilishi kerak. Oddiy nusxa yoki guvohlarning og'zaki gapi yetarli bo'lmasligi mumkin. Yana bir vaziyat. Farzandi chet elda ishlaydigan pensioner onasining kartasini o'zi telefoniga ulab qo'ygan. Onaxon pul tushgan tushmaganini bilmaydi. SMS chet eldagi farzandga boradi. Bir kuni karta bloklanadi. Onaxon do'konda to'lay olmaydi. Shuning uchun men aytaman, pensionerning o'zi foydalanadigan karta va telefon aloqasi tartibli bo'lishi kerak. Agar farzand yordam bersa ham, onaxon yoki otaxon asosiy ma'lumotdan xabardor bo'lsin. Yana bir misol. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba o'qishini sirtqi bo'limga o'tkazgan. Oila esa to'lov avvalgidek davom etadi deb o'ylagan. Keyin tekshiruvda holat aniqlanib, ortiqcha to'lov masalasi chiqqan. Bunday vaziyatda eng to'g'ri yo'l o'zgarishni yashirish emas, oldindan pensiya jamg'armasidan yozma tushuntirish olishdir. Shunda keyin bilmagandim degan muammo bo'lmaydi. Agar sizda savol yoki muammo bo'lsa, eng avvalo o'zingiz yashagan hududdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Borganingizda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, bank kartasi ma'lumotlari, muammoga taalluqli hujjatlar va agar mavjud bo'lsa, bank ko'chirmasini olib boring. Masalan,
pul tushmadi desangiz, bankdan tekshiruvsiz bo'lsangiz, sizni yana bankka yuborishlari mumkin. Shuning uchun oldindan asosiy ma'lumotlarni yig'ib borish vaqtingizni tejaydi. Agar o'zingiz bora olmasangiz, qonuniy vakil yoki ishonchnoma asosida yaqin qarindoshingiz murojaat qilishi mumkin. Lekin bu yerda ham hujjat to'g'ri bo'lishi kerak. Shunchaki men o'g'liman yoki men qiziman deyish ayrim hollarda yetarli bo'lmaydi. Ayniqsa shaxsiy ma'lumot va to'lov masalalarida. Rasmiy tartibga rioya qilish keyingi tortishuvlarning oldini oladi. Ariza yozganda sana, ism, familiya, telefon raqami, yashash manzili va murojaat mazmuni aniq bo'lsin. Arizani 2 nusxada tayyorlash mumkin. Bittasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib olasiz. Elektron murojaatda esa murojaat raqamini saqlaysiz. Bu juda oddiy, lekin amaliy jihatdan kuchli usul. Chunki keyin men murojaat qilgandim degan gapni hujjat bilan tasdiqlay olasiz. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi xabarning asosiy mazmuni shuki, pensiya jamg'armasi bilan bog'liq to'lovlar, hujjatlar va bank kartalari masalasida har bir pensioner hushyor bo'lishi kerak. Hujjatlar yangilangan bo'lsa, karta muddati tugayotgan bo'lsa, nogironlik muddati yaqinlashgan bo'lsa, o'qish yoki yashash manzili o'zgargan bo'lsa, buni beparvo qoldirmang. Pensiya bu ko'pchilik oilalar uchun asosiy daromad manbai. Shuning uchun uning bir oy kechikishi ham katta ta'sir qiladi. Men sizga vahima emas, tartib kerakligini aytdim. Kartani tekshiring, hujjatlarni tartib bilan, telefon raqamini yangilang, bank ko'chirmasini oling. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasiga aniq ariza bilan murojaat qiling. Firibgarlarga ishonmang. SMS kodni hech kimga bermang. Norasmiy yordamchilarga pul topshirmang. Agar sizda pensiya kechikishi, kamayishi qayta hisoblash. Karta bloklanishi yoki hujjat bilan bog'liq tajriba bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Sizning tajribangiz boshqa pensionerlarga foyda berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni albatta yaqinlaringizga yuboring. Chunki bugungi oddiy tekshiruv ertangi katta muammoning oldini oladi.